Sen maqib qo'yding mana. Aka uzr. Uzr aka. Nus pul turishini bilasanmi mashinani? Strashniy o'zi vaqtli ish emas bu. Qachon qilamiz? Qilib beraman. Olar sug'urtaymi, ol sug'urtay. Aka suraga o'tib ketibdi. 3 kun bo'libdi. Xo'p, nima qilamiz? Qachon qilamiz buni? Qanaqa to'laysan buni? Qanaqa to'laysan? Qachon to'laysan? Abdul haydovchining sug'urtasi yo'q degani, bu sug'urtadan pul olish imkoni yo'q degani emas. Bunday holatlar hayotimizda ko'p uchrab turadi. Sug'urta to'g'risidagi qonunning 23 va 34-moddalariga ko'ra, Abdul haydovchining sug'urtasi bo'lmagan taqdirda ham sug'urtasi bor shaxsning sug'urtasi orqali, ya'ni sug'urta fondi orqali yetkazilgan zarar miqdoriga qarab qoplab beriladi. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling va biz sizga yordam beramiz. Shuni unutmangki, sizning huquqlaringiz himoyasi o'z qo'lingizda.